Salom do'stlar, bugun sizlar bilan men tarjimonman. Bu videoda biz galaktik Dorin deb ataladigan o'yinni o'ynab ko'ramiz. Bu o'yinni aytishlaricha bu o'yinda 18 ta level bo'lar ekan. Bu degani bizning qismlarimiz 18 ta bo'ladi. Bugun biz esa birinchi qismni olamiz. Bu degani eng birinchi leveldan boshlaymiz. Bir qaytilganda 25 54 78 survivors qilish kerak ekan. Qani bosamiz va pikcha chiqar ekan. Mana bu yerdan X'ni bosib chiqamiz. Tushuntiraman-da. Ready chiqib keladi, o'shani bosamiz. Keyin loading chiqadi. Bu yerda biz mana bizamiz. Mana shu U deb yozgan bizamiz. Qolganlari boshqa odamlar xullas. Biz bitta joyga kirishimiz kerak. Istagan joylarga kirishingiz mumkin, lekin men uchun mana bu zo'r joy. Agar pul tushsa omadinglar kelgan bo'ladi. Bitta ishini kuchaytirib, mana bulardan 3 ta ham kuchaytirishingiz mumkin. Ko'p pul topish uchun albatta. Shuning uchun keyin yana ishini keyin bu yerdan startlar kuchaytirish kerak. Chunki start zo'r narsa. Mana bu yerdan agar reklamalar bor bo'lsa, buni bosib, rekreativni bosasizlar. Mana reklamam yo'q. Shuning uchun o'zinglar bilasizlar. O'shandan keyin pulinglar ko'payib qolgandan keyin bular startlar kuchaytirib olasizlar. Chunki bizning maqsadimiz maxluqni yo'q qilish. Bu maxluq esa mana bu yerlardan jon oladi. Qaniydi jon olmaganida hozir o'lgan bo'lachiydi. Mana maxluqning joni ham juda ham ko'p ketyapti. Biz mana bu yerdan yana kelyapti. Shuning uchun men buni yo'q qilaman. Video zo'r ko'rinaman. Mana bu yerdan hozir bizga qarab yopishadi deb o'ylagan edim. Mana buni yo'q qilish ham mumkin, eshik yangi emas ekan. Hozir qalqonni ishlatadi ko'ringlar. Ye. To'g'risinsa. What the fuck, zo'r kadr bo'ladi hozir. What the heck? Mana bu yerdan ham jon olgani ketyapman. Mana. Buni faqat bir martagina o'ldirish kerak ekan. Bu atigi birinchi qism. Atigi 2 daqiqa qoldi. Biz esa hozir mana bundan sotib olishimiz kerak. Bu hozir bittasi hujum qilyapti, biz kiramiz. Joni kam qoldi. Qochibdi. Bizdan qayerga qochardi lekin. Hozir yana qochadi. Joni kam qoldi, hozir o'lsa zo'r bo'ladi. Voy taqbek. Buncha kam joni qoladi bu bachchani. Ha, tushunganingiz mumkinki, tepadan bitta Among Us 388 mana shunaqa pul topamiz-da. Mana bu yerda energiyani bittadan topamiz. Kim tushundi? Tushungandir, kimda bo'lsa ham. Kim qanday hujum qilib tushundi? Menga ekan. Haligacha bir kishi o'lmaganiga hayronman. Bu yerga kimdirlar nimadir. Mana buni xato qo'yman ekan, ustidan olib olamiz. Ajoyib kadr bunisi. Endi bu aniq bo'ladi. Bizlar chunki uning joni ko'p, buni kuchi kam. Brat, omadingiz kelmadi, shuncha kuchadingiz mana. Mana shunaqa qilib ishingizni o'ldirib ketadi. Shuning uchun ishini yaxshiroq qilishingiz kerak. Mana allaqachon bu tepadan ko'rsatib turibdi bitta X bilan. Bittasi o'lib ketdi debdi. Mana bu yerdan 800 ga kuchaytirsa bo'lagan, shuning uchun xalqni ko'ramiz. Xalq ham o'ldiki. 16 tadan bechora pul topibdi. Yana bir kishi o'ldi. Mana tepadan yozib qo'yibdi. Bizani oldimizga keldi, hozir o'ladi bu ham. O'zi boqmoqchi edim. Buni kuchaytirmoqchi edim. Böyle. Zarba bermoqchi edi, lekin qila olmay qoldi. Menasiz.
Ama o'ynab tugasa 20-19 soniyalar qolibdi. Mana tepada ko'rsanglar tepada. Mana nima bo'lo? Soniyalar qo'ygan bu ham o'lib qoldimi? What the heck? Ya, iltimos mana shuni kuchaytirishga o'rgat. Yes! Logo mashq qilganmi? U yana qilib o'tiribdi. Kimdi o'sha? Yes, yutding deyapti, bratish. Bu degani do'stlar, videomiz 5 daqiqa bo'ldi, mayli. Xayr, sog' bo'ling. Sizlar bilan tarjimamiz edi. Keyingi qismlar uchun kommentga yozib qolinglar. Xayr.